kech yotish, kech turish muammoyim bor hozir. Ha, yaxshi. Keling shu muammoga ham yechim berib ketamiz. Agar siz uyqungiz normal bo'lmasa, uyquni chaqiradigan narsalarni boshlashimiz kerak. Ya'ni misol uchun keling, siz o'yinda uxlamoqchisiz, o'zi 9 deganda chiroqlarni o'chirishingiz. Ya'ni telefondan uzoqlashishingiz va misol uchun Qur'on yoki sura yoki kitob o'qishingiz o'sha payti kerak ekanda. Ya'ni o'sha narsa uyqu. Biza qarangda, qarang. Soat Instagram kiramiz. Men hatto Instagramni o'chirib ham tashladim. Shunda baribir telefonda bo'lasiz, telefon qo'lingizda bo'ladi-ku. Telefonimni o'chirib ham qilib ko'rdim. Uyqu etmaydi. Yotishdan oldin boya aytganimda issiq vanna qabul qilish. Ya'ni issiq vanna qabul qilgandan keyin tana uyquga tortadi. Uyquga tortadi, ya'ni bo'shashadi-da, uyquga tortadi. Undan keyin kitob o'qish ham uyquga tortar ekan. Ya'ni o'sha paytda, endi kechki vaqtdagi kitob o'qish. Keyin yana bitta narsa, men boya aytganimdek, chiroqlarni o'chirib, o'sha narsaga moslab. O'sha tasavvur qiling, yarim soat o'yinda uxlamoqchisiz, 9 da uyga kirdingiz deylik-da. Hamma joy qop-qorong'i, o'tirdingiz, hech nima men buni ham qilib ko'rdim. Men hozir o'zim topdim javobini. Nega? Telefonni o'chirib ham ko'rdim, Instagramni ham o'chirdim, svetni ham o'chirdim, lekin ko'zimni ham yumib ko'rdim, qorong'ilikda foydasi yo'q. Demak, meni tanam tonusda bo'lgan ekanda, ertalabdan kechgacha men bunga ahamiyat bermagan ekanman. Men hozir javob keldi. Mana u narsangiz tanani bo'shashtirar ekanda. Yana vannalar. O'zi siz bo'shashdingiz, o'zi tashladingiz uyqungiz, keyin yana bitta nimani aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa bor. Tasavvur qiling. O'ylab fikr borki, masalan, ertaki fikrni ham o'ylab yotamiz-ku. Kechasi o'ylov, o'y xayol, tinchlik bermaydi. Siz ertaki rejangizni, masalan, o'sha uyqungizdan oldin, misol uchun ertaga xayolingizga keldi, nima kelishidan qat'iy nazar. Uxlash keladimi yoki ertalab turib sport bilan shug'ullanishingizmi, nimadirmi? Nima kelsa yozishingiz kerak-da, ya'ni men shuni qilgim kelmadi-da, bilsam ham. Qarang, nima deysiz shunaqadalar. Men bildim shuni. Hattoki bundan qanday chiqib ketishni ham bildim. Diktofonda yarim soat gapirsangiz, siz yaxshi yotasiz, lekin qilgim kelmadi-da. Ha, yaxshi. Endi bitta narsa, bitta praktikani aytaman. Ya'ni siz o'zingizga buyruq berishingiz kerak o'sha paytda. Men bugungi ishlarim hammasini qilib bo'ldim. Bugun dam olishim kerak, uxlashim kerak degan uxlash buyrug'ini yoqishimiz kerak. Signal yoqishimiz kerak. O'zingiz bilan kelishib olishingiz kerak ekan. O'zingiz uyqungiz kelmayaptimi, ming harakat qiling uxlay olmaysiz. Issiq dush deyilgan, lekin issiq dush, ya'ni bu uyquni keltiradi va sekin miya o'sha narsaga. Lekin buni yoningizda tursa, issiq vannani ham bu sindiradi lekin.